Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, qadrli teletomoshabinlar, Taraqqiyot telekanalida Shifo izlab ko'rsatuvining navbatdagi soni. Ushbu ko'rsatuvimiz Plan Baby kompaniyasi bilan hamkorlikda e'tiboringizga havola etilmoqda. Oldindagi bir necha daqiqalar davomida biz sizga gipertoniya, ya'ni qon bosimi haqidagi ko'plab foydali ma'lumotlarni taqdim etamiz. Bugun ko'rsatuvimiz mehmoni Plan Baby kompaniyasi mutaxassisi Miraziz Bahodirovich tashrif buyurganlar. Xush kelibsiz ko'rsatuvimizga. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Albatta, hayotdagi bugun jamiyatimizdagi juda ham ko'plab insonlarda, ayniqsa yosh katta insonlarda bugun juda ham ko'p qiynab kelayotgan kasallik desak menimcha mubolag'a bo'lmaydi. Bu qon bosimining ko'tarilishi, havo aynishi yoki ayrim magnit bo'ronlari sabab, umuman turli xil sabablar, bahonalar ko'p, ularning qon bosimlari doim bezovta qilib turadi. Buni avvalo kelib chiqish sabablari va nega bunday holatga tushadi inson? Tushunarli. Assalomu alaykum hurmatli teletomoshabinlar. Bugungi ko'rsatuvimiz sizlarga albatta manfaatli bo'ladigan umiddamiz. Biz ko'rsatuvni boshlaymiz. Bo'lmasam, gipertoniya o'zi nima deganda, bu gipertoniya arteriyalardagi qon bosimini doimiy ravishda oshib turishi bilan kechadigan surunkali kasallik hisoblanadi. Ya'ni bu 3 ta darajani o'zining ichiga oladi. Ya'ni bu birinchi navbatda yosh katta insonlarda 140 ga 90 mm sima bosida bo'ladigan bo'lsa, albatta gipertoniya tashxisi bilan baholanadi. Gipertoniya 3 ta darajani o'z ichiga oladi. Ya'ni birinchi, ikkinchi va uchinchi daraja. Ya'ni birinchi daraja bu albatta aytgani 140 dan уже 159 gacha bu birinchi daraja hisoblanadi. 160 dan 179 gacha ikkinchi daraja gipertoniya hisoblanadi va 180 va undan yuqori bu уже uchinchi daraja gipertoniya hisoblanib, ya'ni erta o'lim kelish holatini kuchaytirib beradi. Ya'ni bu asosiy kelib chiqish sabablari juda ham ko'p. Ya'ni birinchi navbatda bu irsiy omillik. Ya'ni buni hamma tushunsa kerak. Ya'ni ikkinchi navbatda bu vazn nazorat qila olmaslik, stress, asabiylik, qandli diabet, tamaki mahsulotlarini iste'mol qilish, spirtli mahsulotlarni, ya'ni surunkalar iste'mol qilish oqibatida ayni shu gipertoniya kelib chiqadi. Xo'p, buning asosiy birinchi navbatdagi belgilarini aytadigan bo'lsak, ya'ni boshga qon yaxshi yetib bormasligi, ya'ni kislorod yetishmasligi natijasida, ya'ni bosim oshgandan keyin albatta bosh og'riqlari boshlanadi. Bosh aylanish, quloqda bitish, asabiylik, quloqda shovqin, ko'zda xaralashlar hamda ya'ni qandli diabet. Ko'p insonlar bunga e'tibor berishmaydi. Qon bosimini vaqtinchalik tushirish uchun ma'lum bir dori vositalarini iste'mol qilib yurishadi. O'tib ketadi, bu endi tuzalmaydi deb e'tibor berishmaydi. Agar mana shunday buni davolamasa, shunchaki unga vaqtincha tushiruvchi dorilardan foydalanib yuraversa, qanday og'ir kasalliklarga olib keladi? Birinchi navbatda uy sharoitida men ularga ko'proq jismoniy faollik bilan mashg'ul bo'lishlarini tavsiya qilib boraman. Bu albatta ya'ni qon aylanishini yaxshilaydi. Bir kunning ichida kamida 40-50 daqiqa bo'lsa ham, ya'ni piyoda yurishni tavsiya qilib boraman. Keyin tamaki mahsulotlaridan cheklanish, spirtli ichimliklarni iste'mol qilishlarini cheklashlarini, ortiqcha tuz iste'mol qilishlarini, chunki bizda hozir nafaqat Qoraqalpog'iston Respublikasi, balki jamiki yon atrofdagi qo'shni viloyatlarimizda ham, ya'ni suvning sho'rligi sababli, ya'ni ayni o'sha gipertoniya yuzaga kelyapti. Ya'ni gipertoniyani agar davolamasa, insult, infarkt, buyrak yetishmovchiligi hamda ko'z kasalliklari, qandli diabet va erta o'lim bilan olib kelishiga sabab bo'ladi. Xo'p, buni aytadigan bo'lsam, birinchi navbatda, ya'ni insult, infarkt deb aytdim, insult ikki xil bo'ladi. Ya'ni ishemik insult bor va gemorragik insult bo'ladi. Ishemik insultni men tushuntiradigan bo'lsam, ishemik insult bu miyada qon tomiri siqilishi oqibatida, ya'ni ishemik insult yuzaga keladi. Bu xalq orasida gapi, ya'ni oyoqdan o'tkazib yubordim deyishadi. Ya'ni bu holatda. Buni asosiy bundan keyingi asoratlari ishemik insultdan keyingi asoratlardir. Ya'ni falajlik, ya'ni tananing yarmi, ya'ni qo'l oyoq harakatlarini cheklanishi va bu yerda sekin astalik bilan ko'zda xiralashlar, asabiylik, xotira zaifliklar yuzaga kelishi boshlaydi. Va gemorragik insultda esa bu miyada qon tomirlar, ya'ni uzilishi oqibatida gemorragik insult yuzaga keladi. Gemorragik insultda 90% bemorlarda o'lim bilan yakun topish holatlari juda ham ko'payib bormoqda. Ya'ni bu kasallik nafaqat yoshga kelsa insonlar, balkim yoshlarga ham bormoqda. Chunki ko'pchilik hozir noto'g'ri ovqatlanish. Hozir hamma joyda nima bo'yotibdi? Olmalar masalan yoki boshqa biron bir nok yoki boshqa bir meva sabzavotlarni iste'mol qiladigan bo'lsak, bular asosan yoki teplitsalarda, mana sun'iy parniklarda yoki deb bo'lmasam ximikat yo'llari bilan, tabiiy yo'llar bilan kelmayapti bizlarga. Ya'ni siz aytib o'tgan savolingizdagi, ya'ni ayni o'sha qon bosimini
tushirishga kardiomagnil, trombopol, trombaz, enam, amnesta, larista, aspirin kabi dorilarni iste'mol qilishadi. Bu dorilarni ular qon bosimini o'lchamagan holatda iste'mol qilish qon bosimini tushirib yuborishga olib keladi. Qon bosimi tushib ketgandan keyin nima bo'ladi? Koma holati yuzaga kelishni boshlaydi. Gemorragik insultda ham ayni shunday koma holatlari, og'ir falajlik holatlari yuzaga keladi. Ya'ni ishemik insult agar yarim tana bo'lsa, gemorragik insultda уже butun tana a'zolarida ham, ya'ni gapira olmaslik, xuddi shunga kabi kasalliklar yuzaga kelishni boshlaydi. Bu kasallikdan butunlay qutulish mumkinmi? Albatta, ya'ni bu kasallikdan butunlay qutulish mumkin. Ya'ni bu birinchi navbatda vazn nazoratini qilib borish kerak. Doimiy ravishda, ya'ni qon bosimini o'lchab turish kerak bo'ladi va sport bilan muntazam ravishda shug'ullanish, ko'proq meva sabzavotlardan iste'mol qilish kerak bo'ladi. Agarda sizlarda ham, mana hurmatli tomoshabinlarda, boshingiz og'riyaptimi yoki insult kasalligini o'tkazdingizmi yoki insult kasalligi qayta insult kasalligini ham keltirib chiqaradi. Ya'ni o'ziga tezroq chorlashni boshlaydi. Ana o'shaning uchun tezda murojaat qilishsalar, pastdagi raqamlar orqali bizning malakali mutaxassislarimiz tomonidan albatta sizni holatingiz yengil, o'rta, og'ir holatlariga qarab, ya'ni darajalariga qarab, ya'ni kurs lecheniya berishadi, bepul maslahat, konsultatsiya va o'zlarining tavsiyalarini berib, salomatliklarini nazorat qilib borishadi. Plan Baby kompaniyasi bugun aynan shu gipertoniya kasalligini davolashda qanday tabiiy mahsulotlarni taklif etyapti yurtdoshlarimizga? Albatta, bu savolingizga javob berib o'tadigan bo'lsam, mana ekran qarshisida ko'rib turgan Karazen mahsulotlari bu ham tabiiy tog' o'simliklaridan, ya'ni qanchalik bu tabiiy tog' o'simliklari muddati qancha uzoq muddat saqlansa, buni natijasi juda ham yaxshi bo'ladi-da. Bu ham sirop ko'rinishida, ya'ni eng oliy ekstraktlari sirop ko'rinishida keltirilgan hamda kapsula ko'rinishida. Bu yerda ya'ni omega mana baliq yog'laridan tayyorlangan magniy B6 mahsulotlarimiz. Bu mahsulotlarning tarkibidagi ginka belobi, mana divisil, боярышник bor, valeriana лекарственный, melissa лекарственный, тысячелистник, пустырник, perechniy mята, mana shu giyohlarni o'z ichiga olgan holatda albatta bu mahsulotlarimizni iste'mol qilganingizda birinchi navbatda qon tomirlari orqali, ya'ni tromb hosil bo'lishini ehtiyojini kamaytiradi. Qonni tomirlarda suv kabi oqishini ta'minlab, xolesterin miqdorini kamaytiradi, kalsiylar bilan boyitadi, ya'ni qon tomirlarining elastikligini ya'ni oshiradi. Buning natijasida organizmda qon aylanish sistemasi yaxshilanadi. Bu bilan nima demoqchiman? Ya'ni bizada asosan qon bizada 3 ta elementdan tashkil topgan bo'lib, bular ya'ni leykotsit, eritrotsit, trombositlarni o'z ichiga oladi. Leykotitlar bu oq tanacha, ya'ni oq qon tanachasi hisoblanadi. Ya'ni bu leykotitlarning o'zining asosiy vazifasi organizmda bakteriya, virus, mikroblarga qarshi kurashadi. Ya'ni immun tizimi, antioksidant hisoblanadi. Ya'ni bizning himoya vazifasini bajaradi. Eritrotsitlar bular qizil qon tanachalari hisoblanadi. Bularda tarkibida gemoglobin bo'lgani uchun qonga qizil rang beradi. Va bu o'pkadan kislorodni olib hujayralarga yetkazib, hujayralardan chiqayotgan karbonat angidridni o'pkaga qaytib olib kirib beradi. Eritrosit, ya'ni trombositlar mana bitta joyimizda shirvaladigan bo'lsak, u yerni bitishida, ya'ni qonni ivishida bu qon plastinkalari hisoblanadi. Bitta joyingizda tilib oladiganimiz bitishi uzoq bo'ladi. Ana shu trombositni o'sha yerda topib, bu yerdan qon o'tib, endi tromb hosil qilib, yaralarni bitishida tezroq yordam beradi. Qon bosimi deganda xavflirog'i qaysi? Qon bosimi ko'tarilishi yoki tushishi? Albatta ikkalasi ham xavfli hisoblanadi. Qon bosimi tushib ketishi ko'tarilish ehtiyojini kamaytiradi. Lekin insoniyatda ya'ni koma holatlari ko'p yuzaga keladi. Va agarda qon bosimi ko'tarilib ketadigan bo'lsa, boyaga aytib o'tganimdek, ko'zda xiralashlar, asabiylik, ya'ni ichki organ a'zolarimizga jiddiy shikast yetkazib boradi, yurak yetishmovchiligi, buyrak yetishmovchiligi hamda o'sha taxikardiya, stenokardiya, diakardiya, ishemiya, aritmiya kabi kasalliklarni keltirib chiqaraveradi. Yakunda bizni tomosha qilayotgan yurtdoshlarimizga nimalar tavsiya qilasiz? Agar siz kasallikka chalinmagan bo'lsangiz, albatta o'zingizni ehtiyot qilishingizni. Agar sizda surunkali ravishda qon bosimingiz me'yordan ortiq, ya'ni gipertoniya kasalligini ortib olgan bo'lsangiz, hoziroq bizlarga murojaat qiling. Bizlarning malakali mutaxassislar albatta Plan Baby markazi tomonidan tavsiya etilayotgan Karazen mahsulotini ham sizga tavsiya qilishadi. Bepul maslahat, konsultatsiya tavsiyalarini berib borishadi. Inshaalloh sababini birgalikda qilaylik, birgalikda natijaga erishaylik. Suhbatdoshimiz Plan Baby kompaniyasi mutaxassisi Miraziz Bohodirovich bo'ldilar. Sizga minnatdorchilik bildiramiz. Yurtdoshlarimizga esa doimo sog'ligingizga e'tibor qarating va bu sizning eng katta boyligingiz. O'zingiz va yaqinlaringizni ehtiyot qiling. Yana
yaxshi kunda salomatlikda ko'rishguncha omon bo'ling.